Hozir kelaman. Anasining bolasi. Gugiligu. O'g'lim seni kutdim. Nimaga? Voy, rasxotlarimizni to'yanalar hisoblashimiz kerak. Endi to'ydan kelgan. Voy, mayli nima qilibdi? O'g'lim eshit. Oyi. O'sha o'g'lim. Aha. To'yanalar saningmiz eng qiziq joyi. Mana Sapur amming beribdi, baraka topsin. Men buni ishxonam beribdi. Nima ishlaysizdir deng. Toshpo'lat amakingni berganini qara. Bor yo'g'i 100 ming berib. Toshdan qattiq bekorga ismi Toshpo'lat emas. Pas. Mana men buni Mamarayim amaking beribdi, rahmatli ading. Mamarayim amakim Rossiyada emasmidir? Avoy, mana Anjirpay orqali tashlasa bo'ladi-ku. Naqd pul shakli butun O'zbekiston bo'ylab olsang bo'ladi. Garant bank, Universal bank, mikrokredit banklari filialidan naqd pul shaklida olasan. Shuni ham bilmaysan. O'zi bitta pul amakim bor. Nozik vay berdi dadangizlar. Men buni ma'qul. Oyi, bo'ldikmi? Nimaga? Kelningiz o'zi zerikib qoldi u yoqda. Hech ham zerikkani yo'q, burchakkalarni yuvyapti. Chillanlik hozir. Sen sog' bo'lsang bo'ldi. Sen bolali bo'lasan, o'lim. Tavba qildim. Men ko'chaga chiqib ketsam shunchalik qidirmaysan. O'char. Anasining bolasi, gugiligu. Bugun kelinligim birinchi kunimi? To'yim bo'ldimi? Men boshqa joyda bo'lishim kerak emasmidi? Balki birinchi kun shunaqa bo'lar. I found a love. O'g'lim, men seni 9 oy qornimda beminnat ko'targanman o'g'lim. 26 yil gard yuqtirmay katta qildim. Xotin topiladi, ona topilmaydi o'g'lim. Yurma bilan birga uxla. Oyjon, xola siz mas bilan birga uxlayman. Kechqurun tepadigan odatim bor. Qo'rqib qolasiz. Oilamizga xush kelibsiz. Kelin.